Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga mag'izli qirqishni o'rgataman. O'tgan safar ko'rsatganim kattaroq mato edi. Ko'pchilik lekin tushunmadi. Shuning uchun maydaroq kusoqda bo'lsa ham o'rgatishga harakat qilaman. Matoni enigamiz bo'yiga ushlaysizlar. Ikki tarafidan ham shunday birlashtirib uchburchak hosil qilasizlar. O'sha uchburchak hosil bo'lgan joyini tikib qo'yasizlar. Hozir tikib ko'rsataman. Mana tikib bo'lgandan so'ng mana o'sha burchak hosil bo'lgan joy. Endi buni bir tarafini qirqib olasizlar. Burchakning uch qismidan sekin qirqib olasiz. Endi esa o'sha joyni ochib, tarafini pastga qarab qaytaramiz. Endi to'rtburchak hosil qildi. Ko'rayotgan bo'lsangiz. O'sha qaytargan joyimizni tikib olamiz. Mana to'rtburchak joyini ham tikib oldik. Endi esa o'sha joyni yana uchburchak holatga keltiramiz. Qarang, shu tarzda ochib burchak hosil qilamiz. Tayyor bo'lgan burchakni ham burchak qismidan boshlab qirqib olamiz. Mana shu ko'rsatgan tarafimdan qirqamiz. O'tgan safar ko'rsatganimda montajni ozgina tezlashtirganman. Shu sababdanmi ko'pchilik tushunmagan. Bu safar juda ham sekinlashtirib o'zini holatda qo'ydim. Tushunishga osonroq bo'lishi uchun. Bunaqa usulda bichib qirsangiz, matoingiz umuman isrof bo'lmaydi. Boricha hammasi chiqadi. Mana bu tarafini ham qirqib oldik. Endi orasini ochib, uch qismini olib pastga qarab qaytaramiz. Shunda yana burchak hosil bo'ladi. Buni shunaqa bitta tikib, bitta qirqib ketaverasiz. Mana burchak hosil qilib qirqib, endi yana buklaymiz. Tekislab buklab olganimizdan keyin burchak qismidan buni ham qirqamiz. Oxirgacha qirqib boraveramiz. Uzunroq bo'ladi bu safar. Mana taxlab bo'ldi. Endi mana shu burchak qismidan boshlaymiz qirqishni. Borgan sari uzun bo'lib boraveradi.
Matoyingiz qattiq bo'lsa, qo'lingiz bilan bosib tekislaganda sindirib olsangiz, tekis chiroyli chiqadi. Bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Oxiriga borib juda ham uzun bo'lib ketgan. Mana deyarli oxiriga ham yetib keldik. Qirqib bo'lgandan so'ng endi buni ham orasini shunday ochib olamiz. Bu bir tarafi, ikkinchi tarafini uchini ushlab, yana burchak hosil qilamiz. Bu oxirgi burchak hosil qilishimiz. Matomiz kichkina bo'lgani uchun kamroq burchak bo'ldi. Agar matomiz bundan ham kattaroq bo'lganda, undan ham ko'proq bo'lardi. Qarang, endi hosil qilgan burchakni buklab, qirqishga taxlab olamiz, sindirib chiqamiz. Matomiz katta, kichkina bo'lsa ham mana shu tarzda bichib qirqiladi. Men sizlarga tushunarli, oson bo'lishi uchun kichkinaroq matoda ko'rsatdim. Bunisi ham oxirgi qirqishimiz. Shu tarzda oxirigacha qirqib olamiz. Shu bilan tayyor bo'ladi mag'izligimiz. Matoni oxiriga qirqishlarga kelganda qalinroq mag'iz yo ingichkaroq mag'iz qilish o'z sizni xohishingizga qarab qirqasiz. Oxirida agar qalinroq bo'lishni istasangiz, o'sha burchak hosil qilishimizdan oldin o'zingiz xohlaganday qirqib olasiz. Agar shunaqa ingichkaroq bo'lishini xohlasangiz, burchak hosil qilib yana qirqasiz. Qarang, kichkinagina mato bo'lsa ham juda ham uzun mag'izlik chiqadi.